deb. Va biz dasturimizda davom etamiz. Ayni damda mehmondo'st studiyamizni mehmonlari allaqachon tashrif buyurganlar, o'z joylarini egallab olganlar. Dastlab ularni tanishtirib o'tamiz. Bag'ri keng studiyamiz demoqchisizda. Albatta. Studiyamizda bilasizmi, qancha mehmon kelsa hammasini kutib olishga doim tayyor. Xo'p, azizlar, bugungi mehmonlarimiz Jizzax shahridagi Birinchi bolalar musiqa va san'at maktabining an'anaviy xonandalik yo'nalishining 1-sinf o'quvchisi. O'tgan yili Samarqand shahrida o'tkazilgan Sharq Gavhari tanlovining respublika bosqichida faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritgan Emirxon Akramov mana shu yigitchamiz bo'ladilar, hamda ularning ustozi Mirjalol Ahmedov va albatta ularga bugun hamrohlik qilayotgan sozanda yigitlarimiz Ruslan Toshboyev hamda Hamidulla Odilov bugun studiyamizda mehmonlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ko'rganimizdan xursandmiz. Kulib o'tiring. Tabassum bilan o'tiring. Hayajonlanyaptilar-da. Hayajonlanmaydi. Hali bir pasdan keyin kirishib ketadilar o'zlari, to'g'rimi? Emirxon, 1-sinf tugatdingiz-a? Baholar necha bo'ldi? 5. To'g'ri yo'qmi? Yo'qmi to'g'ri? To'g'risini ayting. Bor-a? Ha, bor. Mana endi kulib qo'ydi, bor. Mayli, yigit kishini bahosi nima qilish kerak? To'ppa-to'g'ri. Eng muhimi san'atga, ko'ngil san'atga o'sha oshuftaligi. Qachondan beri qo'shiq aytyapsiz, Emirxon? Qachondan beri qo'shiq aytasiz? Bir yillardan beri. 1 yildan beri qo'shiq aytasiz. Nechta qo'shiq bilasiz? Sanamaganman. 10 ta, 15 ta. Bugun aytib Juda berasiz. ko'p bilaman deng. Mirjalol endi mayli, yigitcha hali nima deydi? Endi gapga so'zamol emas, hali o'rganmagan bo'lishi mumkin. Endi ustozdan eshitamiz. Bu yigitchada qanaqangi iqtidorni sezgansiz? Bu yigitchani o'sha sizni huzuringizga kim boshlab kelgan? O'zini xohishlari boshlab kelganmi yoki kimdir uydagilar masalan xohlashgan bu yigitni shu san'at vakili bo'lishni? Birinchi buvasi olib kelgan. Buvasi ham juda san'atga qiziqadigan inson. Uni ham qobiliyatini sezganda shu bizga musiqa maktabga olib kelgan. Shunda qobiliyatini tekshirib ko'rganimda haqiqatan ham milliy qo'shiqchilikka ancha qobiliyati bor ekan. Keyin tayyorlandi, imtihonlarga tayyorlanib bizga o'qishga kirdi. Mana 1 yildan beri tahsil olib kelyapti. Ancha yaxshi natijalarga erishib, konkurs, konsertlarga qatnashib, yaxshi o'zini ko'rsatib kelyapti hozirgi kunda. Keling, hozir shu o'rinda o'zingiz endi Mirjalolni, Emirxonni o'zlaridan ham eshitamiz. Mirjalol aka, hozir o'zingiz shogirdingizni erishib kelayotgan yutuqlari haqida aytib o'tsangiz. Qanaqa ko'rik-tanlov festivallarida ishtirok etdi mana shu 1 yil davomida? Endi aslida 1-sinf o'quvchilari ko'p konkurslarga qatnashavermaydi. Endi bolani biz sahnaga tayyorlash maqsadida, sahna hayajonlarini yo'qotish maqsadida konkurslarga qatnashtirib turamizda. Endi 1-sinf bo'lishiga qaramasdan konkursga qatnashdi. 2024-yil noyabr oyida Samarqand shahrida Sharq Gavhari nomli respublika ko'rik-tanlovida qatnashib, faxrli 3-o'rin sohibi bo'ldi. 1-sinf bo'lishiga qaramasdan. Hozirgi kunda yana konkurslarga tayyorlanyapmiz. Hozircha Sharq Gavhari tanlovida qatnashgan ekan, biz niyat bildiramiz, Sharq taronalari festivalida ham qatnashishni nasib etsin. Grand Prixlarni qo'lga kiritsin. Endi keling, o'sha Emirxon menimcha tomoshabinlar kutyapti. Emirxondan shu mayli agar gapga sola olmasanglar qo'shiq aytib bersin degan o'sha ilhaqlik borda. O'sha Emirxon, mana shu mikrofon sizga, shu keling o'rtaga taklif qilamiz. Bitta qo'shiq aytib bering, qani. Yangi kelinchaklar kabi bizga salom aylab keling. Yangi kelinchaklar kabi bizga salom aylab
sho'xlik qilib o'ynab kulib gul shoxiga sayrab qo'nib ham tut-yu bulbul bo'lib shirin kalom maylab keling ham tut-yu bulbul bo'lib shirin kalom maylab keling Shqaqlini shaydo qilib dushmanni ko'p rasvo qilib ko'zlarni ham shaqlov qilib asirlashov maylab keling ko'zlarni ham shaqlov qilib asirlashov maylab keling Yashang. Juda chiroyli ijro bo'ldi. Mana gap bilmasalar ham amalda ko'rsatib qo'ydilar qanday kuchli mahorat egasi ekanligini. Juda yosh, kichkina, lekin ovozlari yaxshi, menimcha falsh kam bo'ldi. Buni endi ustozlari biladi. Emirxon kayfiyat zo'rmi? Nima kayfiyat zo'rga o'xshamayapti. Juda jiddiy turibdi-da, juda. Ha, tabassum bilan, ha? Tabassum bilan. Kimdir xafa qildimi ertalab? Hech kim xafa qilmadimi? Yashang. O'z xarakteri shunaqa, og'ir bos. Demak, juda ham azizlar, kelajakdagi o'zbek san'atiga bir jiddiy san'atkor kirib kelyapti, jiddiy qiyofada kirib kelyapti. Ajab emas, albatta mana shunday qiyofasi bilan muxlislar ko'ngilini rom etsa. Albatta, albatta. Ana endi keling, musiqa maktabi, birinchi sonli musiqa va san'at maktabi haqida ham gaplashsak, bugungi kunda nechta to'garak bor, qanaqa yo'nalishlar va albatta o'quvchilarni ularda ishtiroki, o'zi umuman olganda bugungi yosh avloddan ko'nglingiz to'layaptimi? Ularni iqtidorlari, iste'dodlari sizni xursand qila olyaptimi? Albatta, juda iqtidorli o'quvchilarimiz ko'p. Maktabimizda musiqa va san'atni barcha yo'nalishi bor. Barcha yo'nalishda deyarli iqtidorli o'quvchilarimiz bor, ko'p. Juda ko'p konkurslarga, respublika miqyosida xalqaro tanlovlarga qatnashib, yaxshi faxrli o'rinlarda olib kelishyapti. Juda ham yaxshi. O'zi musiqa maktabida hayot juda ham qizg'in bo'ladi. Bitta festival ko'rik-tanlov tugashi bilan yana yangisi boshlanib ketadi. Deyarli bo'sh vaqt bo'lmasa kerak menimcha. Bunisi o'zi jamoada, masalan, sizni o'sha guruhingizda mana Emirxonga o'xshagan nechta bolajonlar bor? 9 nafar bola bor. Yana qolganlarni olib kelmadingizmi? Qolganlarni olib kelmadingizmi? Navbat bilan olib kelamiz. Endi Emirxonga o'xshagan talantlarni, iqtidorlarni. Hop, o'zi Mirjalol necha yil bo'ldi mana shu musiqa san'at maktabida faoliyat olib borayotganingiz? 15 yil bo'ldi bu yil. 15 yil. Juda ham yaxshi. O'z kasbini sevgan ustozlardan biri. Va albatta mana shu ustozlar jamoasiga ham alohida rahmat demoqchiman. Albatta, juda ham chiroyli ijrolar bo'ldi. Mazza qilib tingladik. Albatta, Emirxon kelajakda o'zimizni san'atimizga o'z hissangizni qo'shadigan yetuk san'atkorlardan biri bo'lishingizga tilakdoshmiz. Xo'p, Mirjalol yana qo'shiq eshitamizmi? Mayli. Qanaqa qo'shiq bor yana? Qaysi qo'shiqni ijro qiling? Bo'ylaring. Bo'ylaringga degan. Qonaman. Bu mana shu qo'shiq. Endi o'zimizning o'zbek milliy mumtoz san'atidagi oltin o'sha asarlardan biri Bo'ylaringdan. Eshitamiz Emirxon talqinida. Marhamat. Mana mikrofon.
bo'ylaringga Zulayxodan qolgan nur bo'lsin hojat bo'ylaringga Kursam husnin yuvarmonim sensiz xazon bo'lsin jonim iqbolim baxtim madorim qilsam hurmat bo'ylaringga iqbolim baxtim madorim qilsam hurmat bo'ylaringga Ko'rgan oshiq fido bo'lur el yurtidan judo bo'lur Ko'rgan oshiq fido bo'lur el yurtidan judo bo'lur Maqtim quliga dov bo'lur Ul karomat bo'ylaringga Maqtim quliga dov bo'lur Ul karomat bo'ylaringga Husan yorim quvonaman Sarvi qomat bo'ylaringga Sog' salomat bo'ylaringga Katta Yashang. rahmat Emirxon, juda chiroyli ijro bo'ldi. Yoshlarga nisbatan chiroyli ijro qilib berdilar. Ha, hali endi mana san'atga kirib kelayotgan yoshimiz Albatta. o'shaning uchun ba'zi bir juziy kamchiliklar uchun bu albatta to'g'ri tushunishadi, ma'zur tushadi degan umiddamiz. Xo'p, kelajakda san'atkor bo'lasizmi? Kimga o'xshagan san'atkor bo'lasiz? Hozircha bilmaysiz. O'zimga o'xshagan deyinda. Hop, azizlar, biz Suhbatam dasturi orqali mana shunday bir ajoyib ijodiy jamoani, ijodiy suhbatlardan qolaversa, ijodiy o'sha ijrolardan bahramand bo'ldik. Biz ularga rahmat deb qolamiz.